Bugun sog'lom hayotning 4-kuni. Bu natija meni o'zimga nisbatan ishonchimni oshirdi va xursand bo'lib nonushta tayyorladim. Siz har kuni iloji boricha soat 8 gacha nonushtani tugatishga harakat qiling. Bugun nonushtamda asalli tvorog, banan va qulupnay. Aytgancha men doim choyga asal qo'shib ichaman, chunki bu foydali, yoqimli va shirinlikka bo'lgan xumorimni bosib turadi. Suvga esa olma sirkasi va limon qo'shib ichaman. Soat 8 da uydan chiqib, Maryamni bog'chaga tashladik va Umar bilan yana ozroq piyoda yurdik. Kunlik norma sifatida qabul qiladigan suvingizga siz mevalar, sabzavotlar va asal qo'shib ichishingiz mumkin. Muhimi, kun davomida o'z normangizni qabul qiling. Kechasi 4 soat uxlaganimga qaramasdan men ancha tetikman va charchoq his qilmayapman. Tushlikka esa o'zimga non yeyishga ruxsat berdim. Ovqatdan oldin qabul qiladigan suvimiz oshqozonni kichraytirishda ham ahamiyatga ega. Bugun hech qanday fitnes bilan shug'ullanmadim, mashq qilmadim. Kechki ovqatga dimlab pishirilgan qovoq bo'lakchalarini iste'mol qildim. Va bu kun davomidagi qadamlarim. Sog'lom taom retseptlari uchun sahifamga obuna bo'ling.